Bilasizlarmi, shu Malibu'ning obzorini olish uchun qayerga olib chiqqanim? O, assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Hozir shu atmosferada shu Malibu'ning hadoylarni sizlarga nima qilsa yumshoq bo'lishini ko'rsatib beraman. Ko'rayotganingizdek, bunaqa atmosferada yurish uchun amal zatir kaptiv pedalki pedakachkali, mana o'ziniki o'q kalti bo'ladi. Biz qo'yib berayotgan mazatlarimiz kaptiv pedalki pedakachkali bo'ladi. O'zini mana Slavi sanni bloklarni olib tashlaymiz-da, mana bunaqa Mercedes sanni bloklar bilan qo'yib beramiz. Mana. Uzun hayajonlanib ketdim. Keyin orqa qilishga kerak bo'lsa, orqa qilichni ham sanni bloklarni Mercedes qilib beramiz. Balki vtulka bilasizlar, plastmassa bo'ladi. Mana shu plastmassani o'rniga quyma rezinkalar qo'yib beramiz. Mana shu hadoydan keyin mashina yumshoq bo'ladi, katta bo'ladi. Mana shunday atmosferada ham yumshoq yurasizlar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olib kelsanglar bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, Malibu haydaydigan olib kelib jo'natib qo'yishingizlardan chiqmasin. Mana shunaqa atmosferada hadoy ham qo'yib O, varreni ber. Tog' dasht gulzor